Farani qaranglar, zavodskoy o'zida mana shu narsasi bo'ladi. Biladiganlar komment yozib qoldiringlar. Bu nima narsa, nimaga ishlab beradi? Faran parlanib ketganiga bitta e'tibor berib qo'yinglar. Kia Sorento avtomobilining farasini olib kelishganmiz. Imini mana shu yengachasida ko'p muammo bo'ldi. Ko'pchilikda fara parlanib ketayotgan ekan. Hop, biz olib kelishdi, ikki taraf parlanib ketgan farani ichi mana shunaqa suv bo'lgan. Hozir biz buni vakuum qilamiz, tekshiramiz. Xudo xolasa zavod qilib ochib olib beramiz. Faramiz choklari ochilmagan, hech nima bo'lmagan zavod fari. O'zi menimcha mashinaning probegi katta emas, sababi o'zi yangi mashina, bu yangi chiqayotgan model. Ochib bitta aybini topib tekshirib, yana xudo xolasa yamab yopib beramiz. Sizlardan parlanayotgan bo'lsa, imini Sorento bo'lish shart emas. Mana shu yangicha tepasi dixo, ichida sistemasi billet yokida svetodiod sistemada ishlaydigan farlar bo'lsa, обязательно parlash bilan qildiringlar, sababi bu yerda blok o'suvchisi расходlik 2-3 barobar qimmat bo'ladi. Kia Sorento avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bir yoq tarafi sizlarga ko'rsatgan tarafimiz ichi ho'l bo'lib ketgan edi. Boy ko'rib sizlarga tushuntirib o'tganimizdek, istoriyada sterollarni qo'yib bordik. Faramiz yaxshilab quritdik, mana e'tibor berasizlar. Hamma yog'ini chiroyli holatda qilib berdik. Главныйsi bu yerda отражатель svetodiod и blokka zarar yetmagan. Zarar yetganda faramiz yana qimmatroq aylanardi. Mana yon taraf choklariga e'tibor berasizlar. Kiyalarning eng kaprizli joyi Kia Hyundai'lar mana shu qulog'i bo'ladi. Bu yoqda mana faramiz ochilib turish choklari. Zavod holatida bo'lgan bu televizion germetikida. Xudo xolasa ishlarni sifat bilan, garantiya bilan qilib beramiz. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ishimizga garantiya beramiz. Hamma avtomobillarning farq qismidagi remontlarni xudo xolasa qilib beramiz. Boy ko'rsatib o'tgan narsa filtr hisoblanadi. Bu faraning ichining nam havoni kondensatni, ya'ni o'ziga tortib oladi. Namli havoni o'ziga tortib, vazifasi shu faraning ichi parlanib qolmasligi. Juda ko'p aytib o'tganimizda, o'sha mashinani oldi laboy qismi, ya'ni salonda faqat ichkarida havo aylanadigan holatda pechka yoqilsa, oldi laboy oynalaringlar parlanib ketganligi farada ham xuddi shu holat bo'ladi. Bu shu vazifani bajaradi. O'ziga tortib oladi, namlikni faraning ichi qup-quruq turadi.